Hammasi 8 yil oldin mana shu kichkina do'kondan boshlangan. Biz hozir Shinam maskanning eng birinchi do'konlaridan bittasida turibmiz. Hozir ichkariga kirib, Shinam maskanning asosiy ish boshqaruvchilaridan biri bo'lgan Sirojiddin aka bilan suhbatlashib, Shinam maskan haqida batafsil bilib olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum Sirojiddin aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Sirojiddin aka, o'zingizni qisqacha tushuntirsangiz va Shinam maskan haqida qisqacha ma'lumotlar bersangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga. Meni ismim Sirojiddin. Men Shinam maskanda ish yurituvchi bo'lib faoliyat yuritaman. Shinam maskanimiz gilamlari mana shu joydan boshlanib 8 yil oldin. 8 yil davomida hozir umumiy 3 ta do'kon va 2 ta gilam bazada faoliyat yuritib kelyapti. Shu 5 ta joy bor, to'g'ri? 8 yil avval aslida mana shu joyi o'zidan boshlangan. Shu kichkina joyimizda ham gilam, ham daroshkani shu joyda savdo qilish boshlaganmiz mijozlarimiz bilan. Shu yerda o'zida keyin ozgina vaqt ishlab, bu joyimizni ham sal kichkinalik qilib, mijozlarimiz ko'payib, oradan 2 yil vaqt o'tib, keyin bir kattaroq gilam bazani qurishni niyat qilib, yana ikkinchi joyimizga nasib qilgan, keyin ikkinchi joyi bitirganmiz. Mana asosiy savollarimdan bittasi, nimaga gilam biznesi? Nimaga boshqa soha emas? To'g'ri savol. Bu hammani qiziqtiradigan. Biznes tanlash o'zi hammani yashash muhiti ham o'ziga ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman. Chunki sababi biz shu Chinoboddda yoshligimizdan shu yerda o'zi tug'ilib, shu yerda yashab katta bo'lganmiz. Bu joylarda 25 yil oldin gilamlar sotilardi. Oldin 25 yil oldin boshlangan. Biz shu mahallada maktabga o'qishda o'qiganmiz, bog'chaga shu yerga chiqqanmiz. Yoshligimizdan chiqib gilamlarni ko'rardik, gilamlarni ko'rib shu yerda katta bo'lganmiz. Yoshimiz kattalashib boraverib, maktabda o'qib, maktabni bitirib, keyin biznes g'oyalar o'zi kelib, nima biznes qilamiz, boshlaymiz, nima qilamiz deb shu gilamlarni ko'rib, biz gilam sohasi hayolimizga kelgan. Ya'ni gilam sohasida ishlab ko'rgansizlar, tajribalar bor, baland-pastini bilasizlar va kelajakda ham aynan shu sohani davom ettirib, kengaytirish, rivojlanish niyat qilgansizlar, to'g'ri? Ha, xudo xohlasa. Shu maqsadda Shinam maskanga asos solingan. To'g'ri tushundimmi? Xo'p, 8 yil mobaynida 5 ta joyimizni ochdik dedingiz. Ikkinchi joyimiz ham shu yerdami? O'zi Chinoboddami yo boshqa joyda? Hammasi shu joyimizda. 5 ta joy ham 5 ta joy ham shu joyda. Xudo xolasa, bu yil ham yana katta loyihalarning ustida turibmiz. Yil oxirigacha ularni ham nihoyasiga yetkazib, ularni ham mijozlarimiz bilan, obunachilarimiz bilan o'rtoqlashamiz, xudo xolasa. Zo'r. Hozir qolgan joylarimiz bilan ham tanishib o'tamiz. Unda ikkinchi joyga ketamiz hozir. Bo'ldi, ketdik. Keling, marhamat. Ikkinchi filialimizga yetib keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu joyimiz ancha katta. Masalan, oldingi joylarga qaraganda masalan anchagina katta ekan deb. Bu joyimizda katta razmerdagi gilamlar turadi. Eng kichkinasi 1.5 dan boshlab 3.5 ga 8 gacha. 3.5 8. Ayrim 3.5 ga 9 lar ham bor, kamroq bo'ladi-yu. 3.5 ning o'rtasida 3.5 ga 5, 2.5 ga 4.5. Hamma razmerlari bor. Demak, bitta asosan katta gilamlaringiz mana shu do'konda bo'ladi. Bundan ham kattasi bor, oxirgisi qoldi. Bundan ham katta gilamlar sotiladigan. Ular necha bo'ladi? Ular 4 metrli bo'ladi. Tushundim. Bitta qanaqa gilamlar asosan? Bu faqat o'zimizda ishlab chiqarilgandan tashqari, bu yerda Turkiya, Eron gilamlari ham bor. O'zimiznikilardan tashqari Turkiya, Eronniki ham. Zo'r. Gap bo'lishini ko'ramiz. Assortiment bomba, gap bo'lishini ko'ramiz. Zo'r. Keyingi joyimizga o'tamiz. 3-chi filialimiz. Bu filialimiz birinchi filialimiz bilan bitta joyda joylashgan. Bu joyimizda asosan eni 80 santimetrdan boshlab 2 metrgacha bo'lgan faqat metrajli daroshkalar sotiladi. 3-chi do'koningiz demak faqat daroshka sotishga mo'ljallangan ekan. Faqat asosan daroshka. Bu yerda hamma sifatdan bor. Ya'ni yumshoq ipi ham bor, qattiq ipi ham bor. Assortiment rostdan ham juda ham ko'p ekan. Savol. Daroshkalar qaysi joydan keladi? Bu joyimizdagi daroshkalar asosan o'zimizda ishlab chiqarilgan daroshkalar sotiladi. Samarqand va Jizzaxda to'qiladigan daroshkalar shu joy, shu filialimizda hammasi. Standart bitta 80 santimetrdan 2 metrgacha dedingiz. Uzunasi-chi? Uzunasi qanaqa? Uzunasi keturadi. 25-30 metrgacha bo'ladi. Hamma kimga kerakligi miqdorini kesib beraveramiz. Kesib tiktirib, zo'r yetkazib berish. Aslida haqiqatan assortiment juda ham katta. Keyingi filialimizga o'tamiz. Keyingi filialimiz qayerda?
Hammasi shu mahallani o'zida. Yuring. Bo'ldi, ketdik. Keling, marhamat. Bismillah. Bu 4-filialimiz. Aha. Bu joyimiz Selxoz Agrar universitetidan tomonidan kelganda, Chiromot gilam bozoriga kirish bilan o'ng qo'lda birinchi joy hisoblanadi. Birinchi do'kon. Ha, o'ng qo'lda birinchi do'kon hisoblanadi. 4-filialimiz. Bu joyimizda ham asosan metrajnilar, ya'ni 80 santimetrdan boshlab 2 metrgacha bo'lgan doroshkalar va undan tepasi ham bor bu joyda. 2,5, 3, 3,5, 4 metrlik kavranlar ham bor bu joyda. Mana 2,5 bo'lsa kerak Ha. menimcha. Tushunarli. Lekin bu do'koningizda menimcha adashmasam, faqat anaqa emas, daroshkalar emas, to'g'rimi? Ha, undan tashqari gilamlar ham. kavranlar. Kavranlar. Kavranlar, metrajning kavranlar. Bular hammasi o'sha klientlarimiz aytgan razmerlarda kesib, tikib beriladigan metrajli narsalar. Bular ham o'sha o'zimizda ishlab chiqarilgan gilamlar hammasi. Ha, hammasi o'zimizda Samarqand, Jizzaxda ishlab chiqariladigan daroshka kavranlar. Keling, marhamat. Bismillah. Mana bu 5-chi, hozircha eng katta gilam bazamiz. Rostdan ham katta ekan. Shu paytgacha hozirgi aylanib chiqqan filiallarimizning orasida haqiqatan ham bu eng kattasi ekan. Bu joyimizda bu yerda qanaqa gilamlar bor? Bu joyimizda asosan eng katta metrajnilarimiz 4 metrli, 3,5, 4, 5 metrli bo'lgan metraj kavranlarimiz va eng katta bo'lgan gilamlarimiz turadi. Endi 4 metrli. 4 metrdan boshlanadi. Uzunasiga keltiradi. 4 ga 5, 4 ga 6, 4 ga 7. Har xil razmerdagi gilamlar. Xo'p, bu yerda ham faqat o'zimizning gilamlarmi yo bu yerda ham aralashmi? Bu joyimizda ham aralash, o'zimizda ishlab chiqarilgan gilamlar, Turkiya, Erondan kelgan gilamlar. Eron, tushunarli. Xo'p, qarang, men o'zimga ham qiziq bo'lgan savol va menimcha boshqa insonlarga ham juda ham qiziq bo'lgan savol. Nimaga aynan gilamlarning orasida Eron bilan turk gilamlari juda ham mashhur? To'g'ri savol berdingiz, ko'pchilikni qiziqtiradi. Narxi ham ko'pchilikni qiziqtiradigan savollar bu, chunki mashhur gilamlar. Eronni gilamidan misol qilib oladigan bo'lsak, Eronda to'qim zichligida assortiment unaqa ko'p bo'lmaydi. Asosan yaxshi bo'lgan mahsulotga e'tibor beradi. Yaxshi, sifatli, faqatgina zich to'qilgan gilamlarni chiqazadi. Misol uchun yuqa bo'lgan, o'rtacha bo'lgan gilamlar ular chiqazmaydi. Ana o'shaning uchun uni ishlash davomiyligi juda ham ko'p xizmat qilib beradi Eronning gilamlari. 20-25 yil undan ham ko'p xizmat qilib berish mumkin. Zich to'qilgani uchun, o'rsa u kalta bo'lgani uchun. Turkiyada assortiment ko'p. O'zimizga o'xshab, ularda ham o'rtachasi bor, yaxshisi bor. Ularda ham yaxshilari, zich to'qilganlari bor. Dizayn tomonlama, ya'ni gilamning dizayni tomonlama Eron bilan turk gilamlarini bir-biridan qanaqa qilib farqlab olsa bo'ladi? Dizayn tomonlama Eron gilamlari, endi Eronni anchadan beri necha yillik tarixga ega davlat Eron ham. Ular asosan klassika, sharqonaga ko'p e'tibor beradi. Ha, Eron gilamlari rostdan sharqona, o'shanisi bilan ham mashhur. Anaqa bo'lib turadi, ufurib turadi. Asosan sharqona. Klassika, sharqona. Turkiyada ular endi ko'proq Yevropaga yaqinroq bo'lgani uchun Yevropskiy gilamlar mos tushadigan high-tech uslubidagi neoklassika fasollarni ko'p chiqazadi ular. Neoklassika. Bu yerda ham o'zi ko'rinib turibdi, juda ham gilamlarni, aynan turk gilamlarini oladigan bo'lsak, ko'pi neoklassika yoki high-tech, neoklassika yoki high-tech, to'g'ri. Xo'p, meni yana bitta savolim, Turk va Eron bilan, Turkiya va Eron bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Bu jarayon o'zi qanaqa qilib boshlandi? To'g'ri, bunga ancha yil vaqt ketdi. Hozirgi kunda Eron bilan ham hamkorligimiz boshlandi. Birinchi boshlaganimizda o'zidan-o'zi zavodlarga biz ham chiqib qolmaganmiz. To'g'ri, o'zimiz mahallamizda jigarimiz bo'lmasa ham o'zimizda shu mahalladagi akalarimiz gilam bilan shug'ullanadigan, shular orqali shularga murojaat qilib, ular ham bizga shu ukamdan ishonib, bizga ko'p miqdordagi shu katta partiyada gilamlarni ishonib berishgan. Biz o'sha mijozlar bilan shu gilamlar orqali ishlab, mana shu joylarimiz kengayib, baribir harakatda ham ancha katta gap bor. Shuncha harakat qildik, mehnatimiz ham xudo xolasa zoya ketmayapti. Mana shu darajagacha hozir yetib kelamiz. Bundan keyin ham katta niyatlarimiz bor, xudo xolasa. Menimcha Chinoboddagi gilam bozorlarini, ya'ni gilam do'konlaridan sizlarni shinam maskanni ajratib turadigan tomoni menimcha shu narsa bo'lsa kerak. Ya'ni sizlar Eron va Turkiya bilan, ya'ni
gilam zavodlari bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni yo'lga qo'ygansiz, to'g'rimi? Ha, O'zbekistondagi gilam zavodlar, Samarqandni sanab o'tdingiz, Jizzaxni sanab o'tdingiz. Shular. Ya'ni bu menimcha juda ham katta yutuqlardan bittasi hisoblansa kerak, to'g'rimi? Ha, albatta. Ya'ni Eron va Turkiya bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik, zavodlar bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni yo'lga qo'yish menimcha oson ish emas. Ha, unga ancha vaqt ketadi, juda ham necha yillar vaqt ketadi. Sirojiddin aka, menda oxirgi savol, gilam tanlayotganda mutaxassis sifatida tavsiya bering, nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Birinchi o'chirda byudjet tomonlama hisobga olish tavsiya qilamiz. Undan keyin xonalarga qarab turib, qolgani misol uchun spalniyalarga, koridorlarga, oshxonalarga asosan high-tech uslubidagi gilamlar hozir yaxshi tushyapti. Xonalarni ham bo'g'ib qo'ymaydi, yaxshi keng ko'rsatadi, ham yaxshi vid beradi. Zallarga bo'lsa klassika bo'lgan fasondagi gilamlarni tavsiya qilamiz. Endi baribir u fasondagi narsalar xonani ochadi. Klassika va o'lmaydi. Qilib ko'rsatib, zalga mos keladi ular asosan. Va undan tashqari ko'p yuriladigan joylarga yumshoq narsalarni, yumshoq gilamlarni tavsiya qilmaymiz. Endi gilam ko'proq xizmat qilsin deyishsa, ko'p yuriladigan joyda yumshoq narsa, u endi oyog'i tegib turadigan narsa bosilganda tezroq ezilishi mumkin. Endi ko'p yuriladigan joyga sal zichroq bo'lgan narsalar bo'lsa, qattiqroq, mana misol uchun avvalga o'xshagan qattiqroq zich to'qilgan narsalar bo'lsa, bular ko'proq xizmat qilib beradi. Uncha-munchaga uzilib, ezilib ketmaydi. Yumshoqlarini kam yuriladigan joylarga, zallarga, spalniyalarga ham tavsiya qilsak bo'ladi. Tushunarli. Rahmat ma'lumotlar uchun, tavsiyalar uchun. Intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat kattakon. Rahmat, sog' bo'ling. Menimcha ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga yetarlicha menimcha ma'lumot oldik deb o'ylaymiz. Xudo xolasa. Bizni Shinam maskanda mehmon bo'ldik bugun. Sirojiddin aka mana bugun bizani savollarimizga batafsil ma'lumot berib o'tdilar. Gilamlar bo'yicha agar o'zingizlarni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, video kommentariyasida yozib qoldirishinglar mumkin. Agar aynan Shinam maskandan gilam xarid qilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, astagi nomerga aloqaga chiqsanglar, lokatsiyalarni olishinglar mumkin bo'ladi. Sizlarni Shinam maskanda kutib qolamiz.